Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Peshku tuman Muzaffar ukamizni chorvasigani 65 bosh Rossiya Federatsiya Respublikasidan mulla keldi. Shuni video obzorini qilamiz. Tushirish jarayoni. Bitta tushiriladi emas. Muzaffar. Bittami ikkitami? Ha? Bittami ikkitami? Nima? Fura. Fura ikkita. Ikki fura kelgan. Xudo xolasa birinchi furani tushirish boshlayapmiz. Tentaklardan aka. Gruppalarga tarqatinglar, hozir tashlaymiz. YouTube'ga ham chiqaramiz. Oladigan ishqibozlar kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi charchamaysiz. Rahmat, siz qalaysiz? Rahmat. Charchamasdan. Ha, bo'ladi. Ventilyatorlar ham bor ekan tepasiga. Ha, ventilator. Ular ichida ham aytadi. Mana mollarimiz. Hey. Peshkaga qoliblar adashib. Limuzin simental. Paltarashkadan sal nariroq bo'ladi. Tushirish jarayoni boshlanyapti. Tumanni veterinariya xodimlari ham ishda kelib nazoratga olib inshaalloh mollarni tushiramiz hozir. Bo'ladigan ishqibozlari kelasizlar. Telegram kanalimga lokatsiyalarni tashlab qo'yamiz. Muzaffarjon o'zlari omadan bersin bu yigitni duolar qilib turamiz. Keti uzilmasin deb Muzaffar tog'a. Barakatli bersin doimo. Mollarimiz o charchoqda amazı. Biraz bulutlarni bergandan keyin ajoyib otlar. Yani limuzin mana barobar tushib ketdi. Belgisi kim deyman bu?